okey. Pulimni qayerga sarflasam eng foydali ishga sarflagan bo'laman deb o'ylab yurgan bo'lsangiz, menda siz uchun bitta taklif bor. Bilamiz, masjidlarda joylashuviga qarab ba'zi bir joylarda tahorat uchun issiq suvni, bir xil joylarda gazda, bir xil joylarda elektr energiyasida isitiladi. Mana shu issiq suvni quyosh nuri orqali isitishi yechimi bor. Bunda quyosh kollektorlari bizga yordam beradi. Mana shu quyosh kollektorlaridan masjidingizga o'rnatsangiz, misol uchun o'zingiz yashaydigan mahallangizning masjidlaridan biriga o'rnatsangiz, har bitta tahorat qilgan odamdan sizga savob kelib turadi. Agarda sonlishning kollektori bizdan masjid uchun sotib oladigan bo'lsangiz, biz sizga buni teploproyektlarini, hisob-kitoblarini tekinga qilib beramiz. Bizning hisob-kitoblarimiz nimani o'z ichiga oladi? Deylik, ertaga bu qish kunida ham yetarli miqdorda issiq suv chiqazib berish kerak. Har bitta masjidda jo'mraylarning soniga qarab turib, o'tdan oqadigan suv miqdoriga qarab turib, quyosh kollektorini kilovatr tanlanadi. Mana shu joylarda bizga necha kilovatr quyosh kollektori kerak? Buni qanaqa o'rnatsa yaxshi bo'ladi? Qanaqa mahsulotlardan foydalansa yaxshi bo'ladi? Biz shu tomonlama sizga mana shu hisob-kitoblarni bepulga qilib beramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.